Qizilo'ngach o'simtalaringizni mana shu dorilar yo'qotyaptimi rostdan? Rostdan yo'qotyapti. Ha, bor narsami shu? Hozir mana hamma mahsulotlar tabiiy 2 asrlik tarixga ega Murod Shifo tabobat klinikasini o'zlari yetishtirgan giyohlari. Mana shulardan ichyapsizmi hozir shunda? Necha kun bo'ldi kelganingizga hozirda? 7 kun bo'ldi. 7 kun bo'ldi. Juda ko'p joyga borib, mana shu o'simta bo'yicha lecheniya olib, natija olmagan ekansiz. Mana shu natija qilib berishyapti ekan, rostmi? Qilishib beryapti. 3 kun, 4 kun deganda bilindi natija. Bilindimi axir? Haqiqatan ham bilindi. Kim aytdi chetga kelsang shifo topasan deb? Men ham mana shu reklamadan Kelib ko'rib ishondingizmi? ko'rib, mana shu aptekalarni, mana bu xonalarni, bu yerlarni tomosha qilib ko'rib, haqiqatan Tojikistondagi singlingizni ham chaqiribsiz, a? singlimni, opamni mana yotqizdik, ular ham 3 kun bo'ldi mana. Onkologik kasalligi bor ekan, a? Kasallari bor, hozir ular ham boshlashdi. Ana. Chunki juda ham ko'p yurtdoshlarimiz mana shu deylik bachadonda poliplar deymizmi, rak deymizmi, saraton deymizmi, mana shunaqangi gepatit deymizmi, jigardagi muammolar bo'yicha gemoroy deymizmi, grija deymizmi, hammasini dori-darmon ukollarsiz tabiiy usullar bilan yo'qotyapti. Manzilni yozasizlar, lokatsiyalarni tashlab beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, xohlagan savolinglarni beraverasizlar. Hojdada bitta like bosib qo'yinglar, hojdada.